Do'stim, sizga zo'r uy topib qo'ydim. Bu xonadonni ko'rib, fayzli mahallalarni ko'rib, darrov olib borasiz. Bu uy qayerda ekan desangiz, Zangiota tumaniga tegishli Nazarbek Mevazor degan mahallada. Mana shu ko'chadan 2 kilometr yursangiz, Tarnovni sentriga chiqasiz. Hamma biladi, Tarnovni sentr joy, bozorcha, maktab, bog'chalar 500 metr atrofida joylashgan Mevazor degan mahallamiz. Bu yoqqa qarab yursangiz, 5 kilometr shahar Toshkent betonkasiga chiqib olasizlar. Ipodrom, Abu Sahiy bozorlar 12-15 kilometr atrofida joylashgan zo'r lokatsiyadan 5 sotuv yer narxida beraman deyotgan joy topib qo'ydim. Uy ichini bitta ko'rsatib beraman. Yurang operator kiringlar, mana bu ko'zga quyosh tushib sal qiynagandek bo'ldi. Kiraverishimiz mana. Mana shu xo'l o'zi bu 13 sotuv hovli 5 sotuvsini yer narxida egalari beraman deyaptilar. Arzonga beraman deyaptilar. Bilasizlar, Nazarbekda Mevazor mahallada sotuvlari 15 ming, 18 ming sotilyapti. 4 xona tayyor, kimdir yashayotsa tayyor uyi ham bor. Uyning ichini bitta ko'rsatib beraman. Keling, operator. 1,5 paltara qilib qurilgan, 1,5 etajli qilib qurilgan, teglari podvol. Kirib yashasa bo'ladigan holatda lekin. Mana uyning ichini bitta ko'rsatamiz. Qaranglar, 4x4, 4x5 ichida pechkalari bilan. Mana bu pechkaga men javob beraman. Yonirib yoradi lekin. Pajarniydan ruxsatlari, dokumentlari bor. Bunimiz mana zal. Endi bu yerda hech kim turmaydi, mana narsaga e'tibor bermaysizlar. Sotaman deganlar uchun hech kim yashamaydi. Egalarning o'zi bu yoq yarim tarafida yashayotganlar, zo'r inson ekanlar. Kelishtirib ko'targan narxiga beraman deyaptilar. Tez olib qolinglar. Mana bu yerda xonamiz bor, 4x4. Remontlari sredniy kirib yashasanglar ham bo'ladi. Yer narxida kimdir xohlasa biz tashab, xohlasa boshqatdan qurib yashasa ham bo'ladi. 4 xona uyi, 2 xona bir-biriga o'rtasiga pechka qurib qo'yilgan. Pechka lekin zo'r pechka. Isitib yoradigan joyi. Buni tegi podvol. Podvolidan ham foydalansanglar bo'ladi. Podvoli katta. Sklad. Yurang operator, hovlini bu yoqni ham ko'rsataman. Bonusli joylari bor. Sizlar uchun bilasizlar, har doim bonusli joyni topib qo'yaman. Fayzli, hovli ham o'zi zo'r, yaxshi. Mana shu trubada ko'ryaptimi? Mana shu trubada bu yog'ini sotaman deyaptilar. 5 sotuv o'lchab, yer narxida uyni umuman hisoblayotganlari yo'q. Xohlasanglar bittasini oshxona qilib qo'yib, bemalol bitta oila kirib yashasa bo'ladigan joy ekan. Yaqinlar. Ham oshxonaga joy tashab ketilgan. Mana bu yerda hammomlar, hojatxonaga joy qilib qo'yilgan. Bitta suv olsangiz ishlaydi, ichida katyonlari bor. Bemalol foydalansa bo'ladi. Endi suv olsiz ekan, qorong'iroq, ichini ko'rsatmadim. Tashqarida ham hojatxonasi bor. Uyimizni mana shu burchagigacha 5 sotuv joyini sotaman deyaptilar. Mana shunday qilib o'lchab olasizlar. 1 sm ham sizga yo 1 sm siz ichingizga kirib ketib, bir-biriga haqqa o'tib ketadigan insonlar emas ekan. Bonuska mana suvni bo'yida 1,5 sotuv zaxvat joyi bor ekan. Orqasida suv o'tgan. Xohlasangiz molkor qilib boqsangiz ham, molli boqsangiz ham bo'lar ekan. Xohlasangiz o'rdak tashab qo'y, xohlasangiz dam olishga ramdaqa tapchanlik qilib qo'yib qo'ysangiz, yozda maza qilib o'tiradigan joy ekan. Kim domda siqilib o'tiribdi, domimni sotaman, shu Nazarbek shaharga yaqin bo'lsin, uy olaman deganlar uchun zo'r variant ekan. 5 sotuv 4 xona uyi bilan yashasa bo'ladi. Yer narxini hisoblab beraman deyaptilar. Narxini 70 ming dollar deyaptilar. Bilasizlar, bu yerda hozir aytganimdek sotuga o'zi 15 ming, 18 ming bo'lib ketgan. Nazarbekning sentriga 2 kilometr. Bunaqasiga yursangiz 5 kilometr shaharga. Abu Sahiy bozorligi, O'rizor bozoriga ham 5-6 kilometr nari beri. Unaqa uzoq joylar emas. Mahalla fayzli, asfalt bo'lgan, hamma kommunikatsiyasi bor ekan. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Tez olib, tez baraka qilinglar. Pastda egasi nomerini qoldiraman, telefon qilib savdolashsanglar o't beraman deyaptilar. Variantga ham yuraman deyaptilar. Kimdir menimcha pulim bor aka, qolganini menimcha oyda qilib beraman desa, unga ham gaplashamiz deyaptilar. Olib qolinglar, tepada bizning reklama xizmatlarimiz nomeri bo'ladi. Baxti uylarim kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.